Diqqat Nilufar Sotiboldiyevaning raqsi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek tili boshlovchisi Nilufar Sotiboldiyeva ijtimoiy tarmoqlarda navbatdagi muhokama markaziga aylandi. Tantanalardan birida xonanda Hojiakbar Ro'zmetov bilan vals raqsini ijro etgan aks etgan video foydalanuvchilar orasida turlicha munosabatlarga sabab bo'ldi. Ba'zi kuzatuvchilar videoni oddiy sahna holati sifatida qabul qilgan bo'lsa, boshqalar boshlovchining oilaviy holatini tilga olib, tanqidiy va istehzoli fikrlar bildirishdi. Ayniqsa erga sabr tilash mazmunidagi izohlar jamoatchilikda keskin bahs uyg'otdi. Vaziyatga befarq qolmagan Nilufar Sotiboldiyeva salbiy izohlardan biriga keskin javob berib, bu esa muhokamalarni yanada kuchaytirdi. Hodisa yana bir bor mashhur shaxslarning shaxsiy hayoti va sahnadagi faoliyati jamiyatda qanchalik nozik masala ekanini ko'rsatdi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.